Assalomu alaykum xonimlar, bu yerda narsimiz quruq qozon qo'rmisi. Bundan ketarlik materiallar odatda o'zingizlar yaxshi ko'radigan iste'mol qilgan narsalarni ishlatsangiz bo'ldi. Men bu narsalarni ishlatdim. Yani qanot, dufupi bu narsalarni. Andan keyin xo'asan mevzi mana axlab bir pajda olsizlarmi? Andan keyin mau shu yil qozon qo'rmisi ishlatadigan titibqo, lekin go'shtni to'g'rilamiz bu. Pomidor qiyamini birini qilib, birinchi qitimni qozonga moy qo'yamiz. May qizg'andan keyin birinchi qitimdan uzoq pishadigan narsalar, boshda go'shtdek narsalarni solib qo'ramiz. Xonimlar go'shtdan keyin qanotni solib pishishni qo'ramiz boshda. Andan keyin tuz solamiz. Andan keyin manyangon saytimiz. Bu sal uzoqroq pishiramiz. Manyangon çok qo'rg'andan keyin pomidor qiyamini saytimiz. Buni silib 5 minut qo'ramiz. Ondan keyin mushta biliq turdek narsani solamiz. Sap bilan qo'ramiz. Anki bulan da qo'rg'an ki ma'pam qo'lga pishirgan qiyamimiz var, bunu solamiz. Chiq oziqatda sizlar bekchiq sevarsizlar, ta'mak o'ta pishiradi. Andan keyin mana tofu, sujuk turdek narsalarni solib qo'rsak bo'ldi. Andan tayyorlagan fasollarimizni silib, buni qo'ramiz. Kami qilgan yenging tashlarini qo'yib Menjin aslan sapıp 5 minut qo'rqib olsanlar bo'ldi. Anki ustiga mana xolsanlar zimmat ichsanlar bo'ldi. Birinchi darsimiz daxillashdi.